Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan navbatdagi laboratoriya ishini ko'rib chiqamiz. Bugungi laboratoriya ishimizning mavzusi matematik yordamida tebranish davrini aniqlash. Demak, laboratoriya ishini boshlashimizdan avval quyidagi narsalar bilan tanishib chiqishimiz kerak. Bu yerda birinchi o'rtacha qiymat tushunchasi. O'rtacha qiymat bir necha sonlarning o'rtacha qiymati uchun ishlatiladigan matematik atama. Bu yerda o'rtacha qiymatni hisoblashning namunasi ko'rsatilgan. Ya'ni 10, 14 va 16 sonlarining o'rtacha qiymati 3 ta sonni qo'shib 3 ga bo'lib o'rtacha qiymati 14 ko'rsatilgan. Keyingi atamamiz tebranish. Tebranish predmetning goh bir tomonga, goh ikkinchi qarama-qarshi tomonga qiladigan davriy harakati hisoblanadi. Keyingi tebranish davri bir marta to'liq tebranish uchun ketgan vaqt hisoblanadi. Keyingi kerakli jihozlar. Laboratoriya ishini boshlash uchun kerak bo'ladigan jihozlarimiz. Matematik mayatnik sharchasi, cho'zilmas ip, sekundomer, o'lchov tasmasi va shtativ kerak bo'ladi. Mana aziz o'quvchilar, kerakli jihozlar bilan tanishib oldik. Endi navbat laboratoriya ishini boshlaymiz. Birinchi navbatda cho'zilmas ipga mayatnik sharchasini bog'lab olamiz hamda cho'zilmas ipni shtativning ikkinchi uchiga bog'laymiz va o'lchov tasmasi yordamida sharcha markazidan ip bog'langan joygacha bo'lgan oraliq o'lchab olinadi. Bunda bizning oralig'imiz 40 santimetrga teng. Endi matematik mayatnikning tebranish davrini o'lchash uchun bizga sekundomerdan foydalanamiz. Ya'ni mayatnik sharchasini ipi tarang tortilgan holatda juda katta bo'lmagan burchakka og'diramiz hamda qo'yib yuboramiz. Bunda 10 ta tebranish sodir bo'lguncha ketgan vaqtni sekundomer yordamida o'lchab olamiz. Ishimizni boshlaymiz. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demak, 10 ta tebranish uchun bizda 12,77 sekund vaqt ketdi. Endi olingan qiymatni jadvalga, avvaldan tayyorlab olingan jadvalimizga tushirib olamiz. Bunda jadvalda birinchi ustunda mayatnik uzunligi santimetrda hisoblanadi. 10 ta tebranish uchun ketgan vaqt sekundda hisoblanadi. Bu yerda bir xil uzunlikda, ya'ni bizlar birinchi uzunligimiz 40 santimetr edi. 40 santimetrda 3 marta o'lchab olamiz va 3 ta qiymatning o'rtacha qiymati hisoblanadigan qilib dastur tuzib qo'yganmiz. Birinchi mayatnik uzunligini jadvalga tushiramiz. Birinchi qiymatimiz 40 santimetrga teng. Keyingi birinchi 10 ta tebranish uchun ketgan vaqtimiz 12,77 sekundga teng. Endi ishimizni davom ettiramiz va ikkinchi 10 marta tebranish uchun ketgan vaqtni hisoblab olamiz. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İkinci 10 ta tebranish uchun ketgan vaqtimiz 13,4 sekundga teng. Olingan natijamizni jadvalga yozib olamiz. Ikkinchi 10 ta tebranish uchun ketgan vaqtimiz 13,4 sekundga teng. Endi laboratoriya ishini davom ettiramiz. Uchinchi 10 marta tebranish uchun ketgan vaqtni hisoblab olamiz. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Uchinchi 10 ta tebranish uchun ketgan vaqtimiz 13,35 sekundga teng. Buni ham jadvalga yozib olamiz. Keyingi qiymatimiz 13,35 sekundga teng. Endi olingan natijalar bilan ishlaymiz. Bunda bizning o'rtacha qiymatimiz 13,1 sekund. Bitta tebranish uchun sarflangan vaqt 1,31 sekundga teng. Ya'ni bitta tebranish uchun sarflangan vaqtimiz bu mayatnikning tebranish davri hisoblanadi. Endi aziz o'quvchilar,
mayatnikning ipining uzunligining 4 xil holati uchun laboratoriya ishini o'zingiz bajarib ko'rsangiz bo'ladi. Aziz o'quvchilar, nima deb o'ylaysiz? Mayatnik sharchasining og'irligi uning tebranish davriga qanday ta'sir ko'rsatadi? Javoblaringizni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Shu bilan bugungi laboratoriya ishimiz ham yakunlandi. Keyingi laboratoriya darslarida ko'rishguncha xayr.